65. Ögdilmiş, odgurmishqa ziyofatga berish qoidasini aytdi. Ögdilmiş javob berib shundoq dedi. Ey qarindosh, bu mu aytishga tegishlik ishlardir. Taklif qilinadigan kishilar har xildir. Ziyofatmi har xil bo'ladi. Bulardan biri nikoh ziyofatidir. Yana biri o'g'il tug'ilsa beriladigan sunnat ziyofatidir. Ba'zida do'st birodar, al og'inilar chaqiriladi. Cho'ng kichik qavm qarindoshlar taklif qilinadi. Yoki o'lim nomiga atalgan hozi eshi beriladi. Yoki nom atoqqa ega bo'lganda ziyofat beriladi. Osh suv beriladigan ziyofatning qaysisi bo'lmasin, uningga berish bo'lmaslikni o'ylash kerak. Do'st, yo'ldosh, yor birodarlarning ziyofati bo'lib qolsa, berib ishlariga qarshi berish kerak. Ziyofatda bo'lib, yot kishilarga qarishish kerak. Ziyofat taomlari yetarlikmi, ozmi, buni aytib turish kerak. Yaqin qo'shni senga ziyofat bersa yoki xudoyi do'stlar seni taklif qilsa, ularning ziyofatiga albatta bag'in, ko'nglini aya. Ularni xushal qil, senmi xushal bo'l, ey yigit. Agar senga atab atay ziyofat bersa, undaq ziyofatga darhol bag'in, taomini yeb rozi qil. Agar buningdan boshqa ziyofatlar bo'lib qolsa, uningga bormagan yaxshi, ko'ngil ranjib qoladi. O'ltirib turish yerim yota bo'ladi. Ko'ngil yomon bo'ladi, ey esilzoda. Ya masla urishib janjal chiqiradi, yegan eshing singmaydi, diling ranjiydi. Faqat bir to'yg'idek taom yeyish uchun o'zingni zo'mzo e'tiborsiz qilma. Nafsini tiyib, geliga hokim bo'g'ichi kishi nima deydi, angla. Gelinga diqqat qil, pes odam bo'lib qolma. Gelin uchun insonga qul bo'lma. Qadr-qimmatli kishilarning nafsini bosmay yer bilan tang bo'g'inini ko'p ko'rdim. Aldi yuksalgan ko'p kishilarni ko'rdimki, geliga asir bo'lib tuproqqa milandi. Nurg'un baylarni ko'rdimki, geliga qul bo'lib, oxiri xonavayron bo'ldi, kambag'allashdi. Ey nafsi ulug', gelinga qul bo'lma. Galg'u qul bo'lsa, qutulg'ili bo'lmaydi. Har qanday bir ziyofatga boradigan bo'lsang, adab bilan taom yegin, buni o'rgan. Adab qoidini bilmaydigan aqlsiz kishi adab qoidalik kishini ko'rsa, ongtong qoladi. Sendan cho'nglar taomga qo'l sungandilar. Ondan sen qo'l uzat, odat shu, buni bil. O'ng qo'ling bilan yegin, Xudo nomini ayt. Taom barakatlik bo'ladi, senmi boy bo'lasan. Kishilarning uduliridagi tomoqqa qo'l tekkizma. O'z udulingda nima bo'lsa, shuni elib yegin. Dasturxonda pichoq chiqarib, so'ngak qajilama. Bek oshko'zlik qilma. Suzilib sipoyimi o'ltirma. Qanchalik to'q bo'lgandimi, kelgan oshni yeyish kerak. Ey qarindosh, tomoqni odamlarga qarab yegin. Yemekni elib tishlab ushshaq chayna. Issiq oshni og'zing bilan puvlama. Tomoq yeganda dasturxondagi oshni oldinga tortma. Kishilarning payzini qochirmag'in, harakatingga diqqat qil. Bularning hammasi qoidasizlikdir, qoida bo'yicha yur. Qoidasiz kishilarning tövinidir. Tartib qoidalik kishi yaxshi aytgan edi. Qoida bilgan odam to'rga erishadi. Hamma narsaning tartib qoidasi bor. Qoida bo'yicha ish qilsa, kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Tartib qoidini bilmaydigan qiliqsiz kishilarga aralashsa, ishi yurishmaydi. Qo'lingni so'zib, tomoqni lazzatlikkan deb yegin. Bunda qiliqingni ko'rgan uy egisi so'yinsin. Birov amgak qilib sana osh tayyorlasa, amgikini zoya qilib, uni bir aram qilma. Qarag'ina, dili sagak odam to'g'ri aytgan. Diqqat qilsang, uning so'zi rang-murang va ma'nilikdir. Odamlarning ko'ngli nozuk, u bir aynakka o'xshaydi. Bak ehtiyot qil, uni qo'zg'ima, sunib ketmasin. Kishining ko'ngli qolsa, hozir ketadi. Yaqinlik yiroqlashadi, foyda uziladi. Yaqinlikni xohlasang, ko'ngilni aya. Ko'ngil sunsa, yaqinlikni tugaydi, voz kechsan. Tomoqni foyda qilg'idek yegin, ko'p yemagin. Aqlli qadrdon kishi menga mundaq degan edi. Ko'p yeguvchilarning tomoqi dard bo'ladi. Tomoqi dard bo'lgan kishi doim kasalchan bo'ladi. Kesel goldin kiradi, gelingni saqla. Yemek içmekni azim qilarlik darajada az yegin.
Kasalga giribtor bo'lsa, kishi darhol zaiflashidi. Uni davolamasa o'lim yugrab keladi. Tevib hakim bak yaxshi aytgan. Hekimning so'zini yomon deydigan kim bor? Kasallik o'limning dastlabki xabarchisidir. Kishi kasal bo'ldimi, demak o'lim yenida bo'ladi. Kasal balo va javra jafodir. O'lim vasvasasidir. O'limda lazzat yo'q, uning bo'lmagani yaxshi. Men degan odam bolasi issiq sovuqni bilishi, ajrta olish kerak. Mizojni bilib, ondan loyiqini yeyish kerak. Mizojga yarashmaydiganni yemay qo'yish kerak. Issiqning ochsa, darhol sovuqlik yegin. Sovuqlik eshib ketsa, issiqlik qil. Yigit yeshidi bo'lsang, fasil bahor bo'lsa, sovuqlik qil, qeningni ravon qiladi. Yeshin 40 ga yetib, kuz vaqti bo'lsa, issiqlik narsalar bilan tavongni tuzat. Yeshin 60 bo'lib, qish vaqti bo'lsa, issiqlik bilan shug'ullangin, sovuqlikni hamroh qilma. Mizojing qurg'oqlashib, sovuqning oshgan bo'lsa, issiq va ho'l narsalarni hozirla. U ikkisi uni to'sadi. Ho'l sovuqlik eshib sana ziyon keltirsa, uni issiq quruq narsalar bilan yondir. Mizojing sovuq bo'lsa, issiqlikni kuchaytgin. Issiq bo'lsa, sovuq narsalarni yeb ichib tur. Agar mizojing bir xil mo'tidil bo'lsa, issiqlik bilan sovuqlikni aralashtirib iste'mol qil. Mizojingni ana shu usulda to'g'ri bayqig'in. Hayoting esan va xotirjam o'tadi. Teviblar nima deydi? Ularning so'zini angla. Buning ma'nosini tushunib yasha. Men sening mizojingni izohlab beray. Bu qizil, seriq, oq yoki qora bo'ladi. Bularning biri yana biriga dushman. Dushman dushmanga yaqinlashsa, dushman ayriladi. Mizojni mo'tadil tutish uchun kishi aqlliq bo'lishi kerak. Mizojga nima loyiq kelsa, shuni yeyish kerak. Odamni hayvondan ayiradigan farq shuki, mizojga yarasha yeyish kerak, ey o'g'il. Mo'ysipit oqsoqollar nima deydi, angla. Buni tushunib ang'viqib qolma. Kishi 40 yil yashab o'z mizojini bilmasa, nima desa desin, u tamoman hayvondir. Sinab ko'rib bilim o'rganmagan kishini odam qatorida sanashqa bo'lmaydi, ey muloyim. Beshidan ko'p ish kechirib yurish turishini tuzatmasa, undaq kishini hayvon desa to'g'ri so'zlagan bo'ladi. Davrallarni kechib, kishi dono bo'lmasa, uni odam deb atamay, hayvon deyish kerak. Qarab baqsa, teviblar yaxshi aytgan. Kishi tomoqni qancha oz yesa, shuncha sog'lom va xushal yashaydi. Esallikni tilasang, kasalsiz bo'l. Oz nomliq dorni yegin, saq yashig'in, ey bagzoda. Halovati uzun xotirjamlikni tilasang, til nomliq go'shtni yegin, saq yasha, ey zot. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.